Assalomu alaykum qaynog'uzda ashaddiy obunachilar do'stlar, mana yana bitta 150 kvadratga moslangan katyolimiz Farg'onani Toshloq tumaniga ketyapti. Inshaalloh mana mashinaga yuklashyapti. Mana shu akamiz o'zlari egalari bo'ladi. Do'stlar, agar siz ham qishda kunida issiqqina chiqaman deydigan bo'lsangiz, 150 kvadratligini aytdim-a buni. Qaranglar do'stlar, sexdan video, xudo xolasa do'stlar, ishlab chiqaruvchini o'zidan ham olsangizda arzonroq olasiz. O'shuning uchun o'zimizga antenna kanal ochdik, sizlarni ataylab qimmat olmasin, yaxshisini olsin deb, listlarimizni ko'rsatib o'taman do'stlar. Qaranglar, hammasi chuli listda gipga apparatda bukilgan bo'ladi. Mana nariyoq tomonda gipkamiz ishlab turibdi, bolalar bukishyapti. Xuddi mana shu ko'rinishda bukiladi do'stlar, ya'ni iloji boricha choki kam qilinadi. Undan tashqari xudo xolasa mana do'stlar, ko'rib turganlaringdek bu 300 kvadratga moslanganimiz bo'ladi. 150 kvadratdan boshlanadi, aqllilarimiz 300 kvadratgacha. Xo'p, buni komplektiga do'stlar, dastlabki yoki olib ketiladigan bo'lsa, bir cho'p qo'lqopi, ya'ni do'stlar, hali o't o'tmaydigan, kuymaydigan qo'lqopi, o'zini cho'tkasi, ventilyatori hamda miyasi do'stlar qo'shib beriladi. 1 yillik garantiya qog'ozini ham yozib beriladi. Ko'rib turganlaringdek do'stlar, akalarimiz yasayapti. Keyin buni e'tibor berasizlar do'stlar, mana bir tomonida umuman chok yo'q. Bir tomonga keladigan bo'lsa faqat chok. Chunki do'stlar, iloji boricha chok kam qilinadi. Ertaga bu savolga javob beriladi. O'shuning uchun hamma yo'q apparatda qilinadi do'stlar. Bundan tashqari quyilayotgan svarkaga ham bitta e'tibor berasiz. Kontashni apparatda quyiladi, elektrod emas do'stlar, kontashni. Kontashni bilasizlar do'stlar, svarkani baquvvatli bo'ladi. Xuddi mana shu ko'rinishda. Undan tashqari buni bitta ko'rsataman sizlarga. Katyollar svarkadan chiqqandan keyin do'stlar 2 kun yoki 3 kun xuddi mana shu ko'rinishda ichiga suv to'ldirilib, ispitaniya qilinadi. Agar birorta joyda utechka bo'linadigan bo'lsa, yana boshqatdan yamaladi. Xullas do'stlar, nima desa bo'ladi? Har tomonlama do'stlar tekshiruvdan o'tadi. Hamma narsa bu bo'lgandan keyin, suvda tekshirilgandan keyin, suv qo'ymagandan keyin, havo qo'ymagandan keyin do'stlar, mana bu katta kompressorimiz bor. Xo'p, bu do'stlar 8 barda tekshiriladi, ya'ni 8 atmosfera bosimda bu katta kompressor. Buni ham o'zimiz yasaganmiz do'stlar. Mana shunda tekshiriladi. O'zi katyolda rasa qiziganda, o't yongan paytda do'stlar, ana bo'g'ing 2 atmosfera bo'lishi mumkin xolos. 2 dan o'tmaydi, o'zi 1,5 bo'ladi xolos. Do'stlar, bu 8 da, ya'ni 4 baravar do'stlar baquvvat atmosferada tekshiriladiki, ertaga klientga borganda do'stlar biz tomondan ashibga bo'lmasin. Aytib o'tganimdek do'stlar, agar siz ham qishda kunida maza qilib do'stlar issiqni yashab bola chaqam so'qatmasin deydigan bo'lsangiz, aqlli katyol sotmoqchi bo'lsangiz do'stlar, o'zimiz seximiz nima desa bo'ladi, blogerlar kelib reklama qilyapti, biz o'zimiz kanal ochib, o'zimiz yurgizishga harakat qilyapmiz. Mehnatimizni qadrlagan holatda like bosib qo'ying do'stlar. 300 taligimiz, bu tomonda 150 taliklarimiz yasalyapti. Hozirgi olib ketgan akamiz ham 150 kvadratligini olib ketyaptilar do'stlar. Xo'p, lazer apparatimizni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xitoy davlatidan olib keltirilgan do'stlar, zakazga yangi xudo xolasa lazer, ya'ni chertojga kesamiz do'stlar, jipka apparatda bukiladi. Bizda do'stlar hamma narsani texnika qiladi. Ko'rib turganlaringdek hamma narsa, listlarimizni ham bir qator ko'rsatamiz. Qora list bo'ladi, rossiyskiy listlar bo'ladi do'stlar. Mana katyol uchun uchli listlarimiz bo'ladi. Siz ham xudo xolasa do'stlar katyol olaman deb og'tarib yurgan bo'lsangiz do'stlar, rasxotga keladigan bo'lsa, buni rasxoti do'stlar 40 kilodan 50 kilogacha, adashmasam 40 kilo, 45 kilo rasxot qiladi 150 taligi. Ag'a kvadratga qarab ketaveradi. Do'stlar, video pastda nomerlar qo'yib ketamiz, aloqaga chiqing. Inshaalloh sizga ham do'stlar katyollarni yasaymiz, yetkazib beramiz. Qo'limdan kelib ancha do'stlar gapirishni o'rganib olgan bo'lsam, kommentariyaga yozib keting. Haqiqatda blogerlardan do'stlar kunda video ko'ryapmiz, gapirishga harakat qilib, sizlarga sifatli video olishga harakat qilyapmiz. Sog' bo'linglar.